2025-yil holatiga ko'ra, dunyo harbiy kuchlar muvozanati sezilarli darajada o'zgarmoqda. Yangi texnologiyalar, siyosiy ziddiyatlar va global raqobat tufayli ayrim davlatlar armiyasi yanada kuchaygan, boshqalari esa o'z mavqeini yo'qotgan. 10. Quyida Global Firepower indeksiga ko'ra eng kuchli 10 ta armiya ro'yxati keltiriladi. 1. AQSh. Amerika Qo'shma Shtatlari dunyodagi eng yirik mudofaa byudjeti, ilg'or texnologiyalar va global ta'sir kuchi bilan birinchi o'rinda. 2. Rossiya. Yadro salohiyati va zamin kuchlari bo'yicha hali ham eng xavfli harbiy kuchlardan biri. 3. Xitoy. Harbiy sanoatini tezkor modernizatsiya qilayotgan, millionlab askarga ega super davlat. 4. Hindiston. Katta aholi, harbiy zaxira va yadro qudrati bilan kuchli pozitsiyada. 5. Janubiy Koreya. Texnologik jihatdan ilg'or, mudofaa tizimlari bilan e'tibor markazida. 6. Buyuk Britaniya. Dengiz va aviatsiya kuchlari bilan global harbiy ittifoqlarda faol. 7. Fransiya. Mustaqil harbiy operatsiyalar o'tkazish salohiyatiga ega yadro davlat. 8. Yaponiya. Modern dron va robotlashtirilgan tizimlar asosida armiyasini yangilamoqda. 9. Turkiya. Mintaqaviy geosiyosiy kuch, o'z harbiy sanoatini mustaqil rivojlantirayotgan davlat. 10. Italiya. NATO a'zosi sifatida balanslangan havo va dengiz kuchlari bilan mustahkam pozitsiyada. Mutaxassislar ta'kidlashicha, 2025-yilda armiya kuchi faqat qurol soni bilan emas, balki sun'iy intellekt, dron texnologiyalari va kiberxavfsizlik bilan ham o'lchanmoqda. Shuning uchun harbiy ustunlik endi sonda emas, aqlda, ya'ni texnologiyada.